O'rtoqlar, 20 kW va 10 kWli quyosh elektrostansiyasi o'rnatilgan. Bu gibrid stansiyalar. Mana unga 40 kW akkumulyator ham o'rnatilgan. 10 kW dan 1 2 3 4. Bu yerda 20, bu yerda 10. Umumiy 30 kWli gibrid stansiya 40 kWli zapasi bilan kechqurunga bemalol foydalanadi. Undan tashqari mana davlat toki yo'q ko'rib turganinglardek, chunki tagi yo'q davlat tokini. Ertalabdan kechgacha zaryad to'ldirib qo'yadi, kechasi bilan ertalabgacha iste'molga beradi. Xuddi shunga o'xshab mana 10 kWli gibrid stansiyamizda ham xuddi shunaqa holat. Mana davlat toki o'chiq turibdi, qolgan hammasi bor. Endi bularga dizel generator kerak emas. Ustlashadik buni, endi svarka ishlatsa ham bo'ladi, sababi endi bularda quyosh stansiyasi bor. Gibridning 20 kWli svarchniy apparatni bemalol ishlatsa bo'ladi. Kerak bo'lsa mana shunaqa elektr energiyasi yetib kelmagan joylarga ham muqobil elektr energiya kim xohlasa o'rnatib, ishlatib, servis xizmatlari bilan qilib beramiz.